hammamiz sevib iste'mol qiladigan Deya mahsulotlari o'zimizda ishlab chiqarilishini bilamidinglar? Deya qandolat fabrikasi qayerda joylashgan deb o'ylaysizlar? Taxmininglarni kommentariyaga yozib turinglar. Men ungacha fabrikani ko'rsatib chiqaman. Deya qandolat fabrikasining tarixi 1994-yilda boshlangan. Bugungi kunda u O'zbekistonda qandolatchilik sanoatining yetakchi korxonalaridan biri hisoblanadi. Korxonada 150 turdan ortiq qandolat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Deya bu innovatsion yondashuv va yuqori sifat kompaniyasi. Kompaniya Turkiya va Yevropaning yetakchi ishlab chiqaruvchilarining yuqori texnologiyali uskunalaridan foydalangan holda mahsulotlarni ishlab chiqaradi. 11 ta ishlab chiqarish liniyalari Deya zavodi uchun maxsus ishlab chiqilganligi uchun 24/7 uzluksiz ishlaydi. Birinchi bo'lib tartaletkani tayyorlanish jarayonini kuzatdim. Juda ham ajoyib jarayon. Hamma yo toza, ozoda, ishchi xodimlarning kiyimlarigacha alohida e'tibor berilgan. Ko'rib turganingizdek korobkalarga 2 kilo og'irlikda solinib, oxirida shunaqa ko'rinishdagi holatga kelar ekan. Fabrika kuniga 60 tonna, oyiga bo'lsa 1700 tonna mahsulot ishlab chiqarar ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 1700 tonna, oyiga 1.700.000 kilo mahsulot degani. Ishlab chiqariladigan mahsulotlar asosan o'zimiz uchun ishlab chiqariladi. Bir qismi bo'lsa albatta eksport uchun. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston, Ozarbayjon, Armaniston, Gruziya, Iroq, hatto Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklariga ham eksport qilinar ekan. Fabrikadagi ishchi xodimlarning soni bo'lsa 500 tadan 1000 tagachani tashkil qilar ekan. Zavod bilan mana yaqindan ham tanishdinglar, o'zingizlar ishonch hosil qildinglar. Hamma yo top tozaligiga bemalol olib Deya mahsulotlarini iste'mol qilishingiz mumkin. Bu zavod qayerda joylashgan? Kommentariyada yozib qoldiringlar.